O'rta Osiyoda har ikkinchi oilada nosog'lom farzand dunyoga keladi. Men salomat alisharovni 19 yillik professional mutaxassis, psixolog, vrach, psixonevrolog, nutritsiologman. 19 yillik ish faoliyatim davomida 100 mingdan oshiq bemorlarga ijobiy xizmat ko'rsatib kelmoqdaman. O'rta Osiyo hududi yod tanqisligiga uchragan zona hisoblanadi. Va shu tufayli tug'ilayotgan farzandlarimizda aqliy rivojlanishida muammolar, nutqiy rivojlanishida muammolar, autizm va shunga o'xshagan nasliy kasalliklarni qo'zg'alishi kuzatilmoqda. 2012-yil Butun dunyo salomatlik kongressi ma'lumotlariga ko'ra, O'rta Osiyo mintaqasi yod tanqisligiga uchragani tufayli har 4-oilada nosog'lom farzand tug'ilishi prognozi berilgan edi. Lekin 2022-yilda bo'lgan kongressda bu statistika har 2-oilada nosog'lom farzand tug'ilishini prognozlab berdi. Sababiyati iqlim o'zgarishi. Xo'p, nima qilish kerak? Diagnostika qilish kerak. Aynan nimani hisobiga kelib chiqqan aniqlab, nima asoratlarni bergan, to'g'ri aniqlab olish kerak. Uni ham undan keyin to'g'ri dorilarni tanlab, to'g'ri davolash muolajalarini amalga oshirish kerak. Ba'zi saviyasiz shifokorlarning noto'g'ri diagnoz qo'yishi yoki davolashi natijasida bu bolalardagi kasalliklar avj olib bormoqda. Sizda yoki farzandlaringizda ayni shunday muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz to'g'ri diagnostika qilib, yordam berishga tayyormiz.